Ben Ahmadali Asqarov, akademik. Akademiklarning ichida eng keksasi, tarix fanlar doktori, professor. Hozirgi kunda O'zbekiston Milliy pedagogika universitetida professor vazifasida ishlayman. Men tarixchi olim sifatida, arxeolog sifatida xalqimizning tarixini juda chuqur o'rgandim. Odamzodning paydo bo'lishidan hozirgi kunga qadar bo'lgan butun jarayonlarni ko'zdan kechirdim. Men ko'rgan, men bilgan, men topgan materiallar haqida bolalarga aytib bersam, juda zavq-shavq bilan qiziqadilar. Men hayotimda 100 dan ortiq obyektlarda ishladim. Lekin men o'rgangan obyektlarning ichida ayniqsa Sopoltepa, Jorqo'ton yodgorliklari nihoyatda katta qimmatga egadir. Nima uchun qimmatga ega? Biz o'qigan paytda o'zbek xalqini chorvador xalq, cho'pon xalqi, podachi xalq, shahar madaniyatini bular bilmaydi, davlatchilikni bilmaydi degan tasavvur bilan biz o'qitib kelgan edi. Shahar madaniyati bizda bronza davrida shakllanganligini bu Sopoltepa va Jorqo'ton yodgorliklari misolida isbotlandi. Shuning uchun biz Sopoltepani Sopol madaniyatida e'lon qildim. 5 bosqichga bo'ldim. Sopoltepa shahri qadimgi yodgorlik, o'zi 4 gektardan iborat. Uni o'rtasida arka a'losi bor. Arka a'losining atrofi 3 qator mudofaa devorlaridan o'ralgan. Devorlarning qalinligi 2 metrdan, orasidagi koridori 4 metrga qadar 4 tomondan go'yo eshik borday qarmoq tarzida bu usulda reja tuzilgan ekan. Yashagan aholini shu shaharning ichiga yashab turgan uylarni tagiga ko'mishgan ekan. Men shu yerda 138 ta qabrni ochdim. Har bir qabrda ichidan chiqqan topilmalar o'zbek xalqi tarixini, o'troq madaniyat tarixini mavjud tasavvurlarga qarshi o'larak, zidlik o'larak 1,5-2 mingga qadimlashtirib berdi. Bizda shahar madaniyatini qurish o'zimizni Sopoltepada yashagan qadimgi ajdodlarimizga xos ekanligini isbotlab berdim. Bu jahon tarixiga qo'shilgan juda katta ulkan yutuq ixtiro edi. Agar Sopoltepani proto shahar deb atasak, qadimgi ilk shahar Jorqo'ton ekan. Jorqo'tonda maydoni 100 gektar. 100 gektar maydon territoriyasida 11 asrga oid bo'lgan madaniy qatlam qalashi yotibdi. Ularni o'rganib, biz Zardushtlik dinining paydo bo'lishini, bizi territoriyamizda bo'lganini, ibodatxonalarning paydo bo'lishini, monumental qurilmalar bo'lganini, shahar hukmdorini yoki viloyat hukmdorini qal'asi, shohona saroyi bo'lganligini, juda ko'p sohalar keng ko'lamda rivojlanganligini isbotini topdi. Jorqo'ton O'rta Osiyodagi eng yirik, mukammal, to'liq o'rgangan qadimgi shahardir. Bu jahon olimlari tomonidan shu kunda tan olingan. Istar edimki, bugungi yoshlar ham bizga o'xshab tarbiya topsin. Bizga o'xshab Sopoltepa, Jorqo'ton kabi yodgorliklarni olsin. Xalqimiz tarixini biz qanday e'zozlab ko'targan bo'lsak, shu ko'tarish bularga nasib etsin. Mana shu borada men bularga juda katta salohiyat, sabr, toqat, halollik, poklik, insoniy fazilatlarni rivojlantirish, milliy madaniyatimizni o'rganishda juda katta hissa qo'shishlarini tilab qolaman.